Assalomu alaykum sizlar ba'zan obunachilari. Bir necha kun oldin Instagram storiyamizga mana shu PVH bambuk abo'yladi yangi ranglarini obzor qilaylikmi deb turib apros qo'yganda ancha ko'p odam ha javobini beribdi. Endi buni sizlarga bir nechta ranglarni obzor qilib ko'rsatamiz. Xo'p, bu bambuk abo'yimizni ta'riflashga tilomiz. Har doimgidek razmerlarni qaytarib o'tamiz. 1.20 ga 3 bo'ladi. Ya'ni bitta listda 3.6 kvadrat tashkil qiladi. Shunda bir nechta ranglarni ko'rib turishingiz mumkin. Mana bitta surat ko'rsatamiz. Juda ham uyingizni juda ham bezab turadi. Bemalol oshxona, yana mehmonxona, yana hammomlarga ham qo'ysak bo'laveradi. Albatta bular hammasi mo'yshay bo'ladi. Bemalol kir, suv desa hech nima bo'lmaydi. Har bitta rangini ko'rsatamiz. Bu yerda ham yana ochilmagan ranglar juda ham ko'p. Ko'rib turasizlar. Bu yerda ko'rishinglar katta partiyada kelgan. Chiroyli ranglari mana shunday. Kompyuterxona, PlayStation ochadigan akalarimiz bo'lsa, ularga ham bor. To'yxona ochayotgan akalarimiz bo'lishi mumkin. Bu yerda juda ham chiroyli ranglari bor. Aka sezma tomonlarni ham ko'rsatsak obunachilarimizga. Hop, biz manzilimizni ham aytib o'tsak, manzilimiz Andijon shahar Soy eski Mazot ichida. Hali bilmaganlar uchun bizni mana shunday chiroyli ranglari ham bor, dekorativ. Mana bu yerda ham yangi ranglari kelgan. Keyin akalar, bozorda juda ham ko'p ko'rdim. To'g'risi, buni Xitoy ichi ketibdi. Ya'ni buni sizlarga farqlashini ko'rsatamiz. Hozir mana shunday samakkalikamizni ochib olamiz. Ochamizda birinchi bo'lib klayindan solishtirib olsanglar bo'ladi. Klayi ancha moshli bo'ladi. Bitta ushaganda qatta ushaydi. To'g'risi qo'lda ham biroz terisini chiqarib olay deydi. Keyin mana shunday ozgina bukkanda sinib olyapti ekan. Bambuk abo'ylari Xitoydagi. Shunday ozgina bukkanda mana shunday chiziqlar tortilib olyapti ekan, adashmasam. Bizda hech nima bo'lgani yo'q. Bemalol mana shunday buklab ko'rsanglar bo'laveradi. Keyin yopishtirganinglardan keyin 1-2 kun ichida mana shu oralariga havolar kirib yoki nima deydi, kley tomoniga havolar kirib to'lib qolyapti ekan. Ya'ni 1-2 kunda tushib ketib qolyapti ekan, bir haftaga qolmasdan. Shuning uchun solishtirib olishinglarni tavsiya qilamiz. Xo'p, narxini ham bir qator aytib o'tamiz. Bir dona listda, ya'ni 1.20 ga 3.6 kvadrat $15. Masalan, bazamizga kelsa, narxini tushib beramiz. O'pincha oladigan akalarimiz bo'ladi, sotuvchi akalarimiz bo'ladi, quruvchi akalarimiz bo'lishi mumkin. Hammasiga narxini tushib beramiz. $15 bo'lishi emas, albatta, tushib beramiz. Bu yerda ham ko'rishinglar mumkin. Keyin to'y qilayotgan akalarimiz bo'lishi mumkin. Keyin bizda yana yangilik, shu halol muddatli to'lovga ham olsanglar bo'ladi. Ya'ni 3 oydan 24 oygacha 5% ga. Bu yerda bir qator ko'rsatib beramiz aka. Yangi ranglarni. Xo'p, halol muddatli to'lovga olishingiz uchun bitta plastik karta, pasport kerak bo'ladi. Ofisimizga kelasiz va rasmiylashtirib beramiz. Xo'p, narxini yana bir qator qaytarib o'tamiz. $15. Manzilimiz Andijon shahar Soy eski Mazot ichida. Yangi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun podpiska tugmasini bosib qo'yinglar. Sizlar bilan ko'rishguncha.